Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda hech qanaqa mashina oldi sotisi bo'lmaydi. Mashinaning hujjatlariga oid bo'lgan ayrim ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Hozirgi kunda ommalashib ketgan hujjatlardan bittasi generalniya doverенность, ya'ni avtomobilni sotish huquqini beruvchi ishonchnoma. Generalniy doverенность bu sizga mulk huquqini bermaydi. Bu shunchaki ishonchnoma. Buni 3 ta 4 ta xatarli joylari bor. Shularni sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi xatar: texpasportdagi odam, mashinaning eski egasi sizga bergan ishonchnomani xohlagan payti sizni roziligingizsiz, sizni ishtirokingizsiz ham bekor qilish huquqiga ega. Bu birinchi xatar. Xohlagan payti bekor qilib oladi, siz chapechali qolib ketasiz. Ikkinchi xatar: texpasportdagi odam avvalo umri uzoq bo'lsin, mabodo agar o'lib qoladigan bo'lsa ham, sizni qo'lingizdagi ishonchnoma avtomatik tarzda admin bo'ladi. Uchinchi xatar: texpasportdagi odam, mana bu odam nimadandir qarz bo'lib qolsa yoki o'z vaqtida to'lamasa qanaqadir qarzlarini, jarimalarini, o'sha qarzdorliklar MIBga o'tadi. MIBga o'tgandan keyin mana bu inson nomidagi barcha mol-mulkka taqiq qo'yiladi MIB tomonidan. Ya'ni siz yemagan somsiz uchun mana bu inson uchun to'lashga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Chunki mashinani sotib qo'ygansiz, afaminni qilib berishingiz kerak. Bunda taqiq chiqdi. Egasiga telefon qildingiz, to'lab bering dedi, pulim yo'q dedi, oyligim olmadim dedi. Majbursiz yemagan somsiz uchun mana bu inson uchun to'lashga. Bu uchinchi xatar. Yoki mana bu insonni turmush o'rtog'i, xotini o'lib qolsa ham, sizni qo'lingizdagi ishonchnoma avtomatik bekor bo'ladi. Bu narsani xohlagan notariusingizdan so'rab olishingiz mumkin. O'sha bergan hozirgi ma'lumotlarimni xohlagan notariusingiz tasdiqlab beradi. To'g'ri yoki to'g'ri emasligini. Shuning uchun har doim nomiyligi to'liq afaminni qilinglar mashinani. Qimmatroq bo'lsa ham, 3-4 so'm ko'proq ketsa ham, eng tinchi va eng ishonchlisi to'liq afarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.